Diqqat, xalqqa elektr energiyasi va tabiiy gaz haqida shoshilinch xabar. Bugun soat 12:00 gacha albatta hisobingizni to'ldirib qo'ying va 2 oy davomida mazza qilib elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalaning. Buning uchun nima qilish kerakligini videorolikda to'liq javob olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, kommunal to'lovlarini kelgusi 2 oy uchun eski narxda to'lang. Sizda yarim tungacha vaqt bor. Ertaga 1-iyun kuni svet va gaz narxi oshadi. Bir necha soatdan keyin elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari kuchga kiradi. Biroq aholida eski tariflarni keyingi 2 oy davomida saqlab qolish imkoniyati mavjud. Agarda bugun kun oxirigacha hisobingizni to'ldirib, elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun olinadigan to'lovlarni amalga oshirsangiz, eski tariflarda sizga 1-avgustgacha amal qiladi. Yaqinlarga ushbu videorolikni jo'natib, tezda ogohlantirib qo'ying. Albatta videorolik ostiga o'z fikrlaringizni yozib, like bosib qo'yishni unutmang. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun albatta videoni repost qilishni unutmang.